Bugun sizga professional darajadagi tarmoq boshqaruvi uchun mo'ljallangan kuchli qurilmani ko'rsataman. Bu Ubiquiti Unified Dream Machine Pro modeli. Agar sizga bitta qurilmada router, xavfsizlik devori va tarmoq boshqaruvi kerak bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Oxirigacha ko'ring. Ko'pchilik ofis va bizneslarda muammo bir xil. Alohida router, alohida firewall, video kuzatuv uchun yana bitta alohida qurilma. Natijada nima bo'ladi? Murakkab konfiguratsiya, ortiqcha qurilmalar va boshqaruvda doimiy chalkashlik bo'ladi. Yechim bitta: Unified Dream Machine Pro. Bu shunchaki router emas, bu tarmoq kontrolleri, xavfsizlik shlyuzi, switch va video kuzatuvlar tizimi hammasi bitta unit korpusda. Xususiyatlariga keladigan bo'lsak, ichida 4 ta yadrolik kuchli quvvat ARM Cortex A57 mavjud bo'lib, yuqori trafikni barqaror qayta ishlay oladi. 8 ta gigabit LAN port, 1 ta gigabit WAN port va 10G SFP+ portlari mavjud. Ya'ni yuqori tezlikdagi uplink ulash imkoniyati bor. Dual WAN orqali ikkita provayderni ulashingiz mumkin. Agar asosiy internet o'chsa, u tezlik bilan zaxira internetga o'tadi va ishingiz to'xtab qolmaydi. Xavfsizlik funksiyalari IPS va IDS tizim xakerlik hujumlarini o'zi aniqlaydi va bloklaydi. GeoIP filtering. Siz istalgan davlatdan keladigan trafikni to'liq cheklashingiz mumkin. DNS filter xodimlaring zararli yoki taqiqlangan saytlarga kira olmaydi. Endpoint scanning funksiyasi tarmoqqa ulangan qurilmalarni avtomatik tekshiradi. Honeypot esa zararli trafikni aniqlaydi. Eng zo'ri Unify Protect. Ichiga HDD o'rnatsangiz, qurilma to'liq NVR sifatida ishlaydi va 20 tagacha kamerani real vaqt rejimida kuzatishingiz mumkin. Qisqa qilib aytganda, UDM Pro bu ofisingizning miyasi va yuragi. Batafsil ma'lumot va buyurtma uchun biz bilan bog'laning.